30-aprel 2026-yil Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish mol bozoriga kelganmiz aka-ukalar. Assalomu alaykum hamma chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuni payshanba. Xudo xolasa sizlar aka buni ish bilgan olasiz. Salomatlar. Xudo xolasa narxdan olasizlar. Darvozani tagidan baraka bo'lgan mollarni ko'rishga harakat qilamiz. Har doimgidek qo'llab-quvvatlab qo'yishingizdan chiqmasin. Bizga motivatsiya bo'ladi. Har doim narxdan olasizlar. To'g'ri tinamali o'tkazishga harakat qilamiz. Aka bu yakki sigarchami? Necha oylik bo'z? Balasi katta deyaptilar 18 million 500 ming so'm baraka bo'libdi mana shu sigarcha. Katta deyilgan endi 7 oylik atrofiga bordir. Aka bu sifatchan hech bir qayerdasiz? 18 million so'm. Boqma o'kizchi. Mollar hali kirib ham yotdi mana. Endi kelyapti odamlar. Lekin bugun mol juda ham ko'p tushgan, tiqilib tushgan. Qadam bosishga joy yo'q. Aka buni ish pulga yetdi? 17 million aka, 17 million. Bo'g'ozmas. Sen sigarchaga 17 million baraka bo'libdi. Maydachi necha pul bo'ldi? 8. 8 million so'mga qo'nojinchi. Maydagina pul yengilchasi. Necha pulga yetdi bu o'kizcha? 22 million. 22 million 500 ga yetdi qaranglar. Qizil arqonlar bilan ko'raverasizlar. Bu qaracha necha pulga yetdi? 21 millionga yetibdi. Haydi, birinchi filmda haydi. Akalar qaysi tomon bor ekan, ishton ketamiz. Necha pul bo'ldi bu? 9,5. Qo'nojincha 9 million 500 ming so'm. Yana ikkita qo'nojin kelyapti. Aka bilan necha puldan olasiz? 35 ga ketdi. Necha pul bo'ldi? 35 bo'ldi akalar. Bir joyga 8 bo'ldi bu. Ha, bo'g'ozlarmi bular? Bo'g'oz aka. 35 millionga baraka bo'libdi. Ikkita bo'g'oz bor. 8 ga 7 oy. Alacha 8 mi? Ola 8 bu 7-oy. Necha? 14 100 kam men akam ovoribdilar, tavakkal qilib. Qochir sigir qilasiz, xudo xolasa. Yaxshi sigir bo'ling. Bu necha pulga ketdi aka? 8 million 500 ming so'm olojincha. Qo'chqorchani necha pulga oldingiz? 5,5. O'lchab ko'rmadingizmi? 5 million 500 ming so'm. Go'shtga necha kilo keladi, xudo xolasa aka? 30 kilo necha puldan tushyapti? 30 kilo kelgan qo'chqorchani 5 million 500 ming so'mga olib ketyaptilar. Aka qo'chqor bilan necha puldan baraka bo'ldi? 4 million 600 dan. Undan oldin qo'chqorchani 5,5 dedilar, men alladim deyman-da. Yo, bu akalar biz allamiki. Aka bu ho'kizcha necha pul bo'ldi? Ha? 14 millionga bo'lgan ho'kizcha arqonlari bilan ko'raverasizlar. Aka-ukalar. Aka bu necha pul bo'ldi? 77. 7 million 700 ming so'm. Bu necha bo'ldi? 13 million 500. 13 million 500 ming so'm olojincha. 13 million 500. 13,5. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Aka bu necha pul bo'ldi? 10 necha oylik bo'g'oz? 3 oylik bo'g'oz 19 million so'm baraka bo'ldi. Bizlarcha necha pul olasiz akajon? 12 bo'ldi, 12. Ho'kizchami? Ho'kizcha 12 bo'ldi. Qo'chqor necha pul bo'ldi akajon? 5 million 600. 5 million 600 zo'rabsiz-ku. Yo'q. Живой вес o'lchab ko'rmadingizmi? Живой vesini? Go'shi deyapsizmi? Yo, tri vazni o'lchamadingizmi trilar? Yo'q. Semiz ekan badallari 5 million 600 ming so'm kamar. Ziyod keladi 30 kilodan qo'chqor. Yo'q, hamma kim kamar qilibdilar. Bilmayman necha puldan tushadi 5,5 million undan oldin 5,5 deganlardan ancha yirik. Ular znash tanlabdi bizani. Aka-ukalar harakat qilaman har doim to'g'ri ma'lumot yetkazishga. 15 million yana bo'ladi. Ulan, mana tushuntirib ber. Nechta? 1000 dollarim 100 yana 100 qancha bo'ladi? Qarab. 12 million 100 ming so'm. 12 million 100 ming so'm bo'ladimi shu? Ha. Otajonim, shuni analarga bir tushuntirib ber, iltimos qaysingni. Kimga qani nima bo'lyapti bu? Mana bular mening kallam bor, mana. Ey, bu yoqqa Endi kelyaptilar qaranglar. Ho'kizcha sifatini yetaklab. Qaranglar, sementalchalar kelyapti, bilib beraman ahvollarni. Semental bo'lmasa ham juda chiroyli bizovchalik. Tarchalar egalari xohlamadi olishimizda. Bo'lmasa semiz xonojin kelyapti. Amakijon necha pul bo'ldi bu? 33. Ana shu 2,33 million baraka bo'libdi xonojinlar. Boyni olgan joying Arqonlar bilan ko'raverasizlar aka-ukalar.
Mana birinchisi, ana ikkinchisi. 33 million so'm. Akajon, ish bilan qayerdasiz? 300 ekan 18 ga ketyapti. Bo'ylari 1.10-15 bor. Yana bitta sigarcha kelyapti, yosh sal keksaroqda tuyuldi. Balachasi ham mayda ekan. Puli yengil bo'lishi kerak. Nechinchi tug'ishi? Aka nechta baraka qildingiz? 24. Suti nechta? 8ta. Siz oldingizmi, sotdingizmi? Sotdim. 24 millionga akam sotibdilar. Suti 8 ta, balachasi xuloshincha. 20. Ish bilan bo'ldi maydachalar. Assalomu alaykum. Ikkita bir joyga 22 million 500 ming so'm ko'chat molchalar. Bo'ylari 90 santimetr. Ya'ni katta ko'rinadi, kichkina ko'rinadi bilmayman. Hali kelyapti, xudo xolasa. Yo, urg'och. Aka, bu qo'chqormi? Qo'chqor. Nech pulga oldingiz? 4 million 200 ming so'm bo'lgan qo'chqorcha arqonlari bilan ko'raverasizlar aka-ukalar. Qo'chqorchani bir bera olaman. Aka, bu nech pul bo'ldi? 5 million 900 ming so'm bo'libdi qo'chqorcha. Zo'r ekan, olis qurolga yaqin. Aka-ukalar o'zlari uchun bilib olinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshi, obunachilarim chiqib qoldilar. Xudo xohlasa. Do'stim, bir nech pul bo'ldi? Suti nechta? 8 ta suti 37 million 500 ming so'm. Balachasi xuloshincha. Qancha baraka bo'ldi endi shu? 32.5 ga. Sigarcha nech pullik baraka bo'libdi? Suti nechta ekan? 15 ta suti 28 million 500 ming so'm bo'libdi balachasi. Ho'kischa arqonlar bilan ko'raverasizlar. Sigiri sar keksaroq olganligi. Yana bilib beramiz narxlarini. Ish pul bo'ldi akajon? 7 million 700 ming so'm bo'ldi. Ho'kischa nech pul bo'libdi? 17 million mana shu ho'kischa baraka bo'libdi. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Odam ko'p, mol ko'p. Aka, shuni nech pul bo'ldi? 16 million 500 ming so'mga semiz g'unojim baraka bo'libdi. Semizdan ko'raverasizlar. Bular nech puldan bo'libdi? Eshitmadi, shoshib chiqyaptilar. Meni uyimda ham bir tomondan olib uyapti. 9 millionga olingan g'unojinchi arqonlari bilan ko'raverasizlar aka-uka. Mana mayda mollar. Aka, bular nech puldan bo'lgan? 9 million 100 ming so'mdan mayda g'unojinchalar baraka bo'lgan. Sigirlar. Qo'chqor nech pul bo'ldi? Nech pul? 4 million 200 ming urg'och qo'yib ketyaptilar. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Nech pul bo'libdi akajonim? 3 million. 23 million so'm. Suti nechta ekan? 3-4 ta suti bor, 23 million so'm balachasi. Bovozcha ekan, ho'kischa ekan. Pulli bular? 71. Ona balami? Ona bala qo'y 7 million 100 ming so'm. Qaysi kanalda aka? Sam chorva. Aka, bu nech pul bo'lgan? Ikkita bir joyga boqmoq ho'kizlar 40 million baraka bo'lgan. Chorva amollari yaxshi, korpusli. Somchani salib chiqib olgan orqadagisi. Ona bala nech pul bo'lib ketdi? 10 litr sutga baland o'tkiz. Balachasi ho'kizcha 10 litr sut 29 million so'm. Mashinalaringiz qaysi bitta sizda? Ikkinchi qorin deyaptilar. Aka, bu nech pul bo'ldi? 16.5. 16 million 500 ming so'm ko'chat ho'kizcha baraka bo'libdi. Sifatchasi chiroyli ekan, ko'rib turganlaringizdek. Nech pul ketdi bu aka? Balasi bormi? Nechta suti bor? 7 ta suti bor, 24 million so'm. Balachasini qaranglar. 10-chi, sifati zo'r ekan. Sigil sal keksaroq, lekin puli yengil tuyuldi menga. Semizni bilib beraman. Aka, bu nech pulga qayerdinglar? 32.5 ga berdik. O'lchab ko'rmadinglar?
32 milyon 500 ming so'm bo'pti. O'lchab ko'rmaganmisiz? Ha? Jivoy vesini bilmaysiz. 570 kilo. 570 kilo katta mol ekan. Ana shuni sifatini pulini bilib beraylik, sifat zo'r ekan. Aka buni ish pulga olingan. 24 milyon 500 ming so'm. Sifati zo'r ekan lekin. Qo'chqorchani ish puli ketdi akajon. 5 milyon 900 ming so'm qo'chqorcha baraka bo'ldi. Buni balasi yo'qmi? Nechi pul bo'lgan? Nechi pul bo'lganda? Aytmadi. Shohlaydi. Aka bu nechi pul bo'ldi o'kaz? 27 milyon so'm. Boqma. Sifati zo'ri. Puli bu. Bular nechi puldan bo'lgan aka? Buni ishda 26. 26 milyon so'm bir joyga baraka bo'lgan. Ko'chat molchalar. Aka bu nechi pul bo'ldi? 23,5. Suti bormi? Qarashasiz, novoschi. Suti bormi? Usta 6 ga berdi. 6 suti bilan 23 milyon 500 ming so'm balachasi novoschi. 23,5. Mana balashani chiqarmasak lekin chiqmaydi ustoz. Bala. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Sigir bunaqa keksa sigir emas, yosh sigirchi. Bo'ldi. 19 millionga semiz onajon qaranglar. O'lchab ko'rmadinglarmi shu oyvesin? 19 million 320 kilo. Aka bugun semiz mol yaxshi tushgan-ku. Nimaga kamarroq qilmadingiz? Bugun men bir 45 milliondan jivoy tushirib ketasiz deb turdim. Barakasini bersin aka glavningiz. Kenjon Qo'chqorchani hech pulga qayergansiz? 88 million 100 ming so'm. O'lchab ko'rmadingizmi? Necha kiloga uch qiladi xudo xolasa? Sizmi boqishgami, so'yishgami? Boqishga 8 million 100 ming so'm. Sifati ham nega o'daragan gap yo'q. Qo'zichani bilib beraman. Aka bu qo'zicha necha pul bo'lgan? 3 million. Qo'chqorchami? Qo'chqorcha 3 million so'm, qo'zi qo'chqorcha. Buni ham sifatchasi ajoyib ekan. Sigircha chiqyapti. Necha pul ketdi bu? 17 million ketdimi? Onojinmi? Onojin 17 million so'm, 17 million so'm onojincha. Sigir qilish kelmadimcha, ha? Gazli zo'r mol ekan shu. Bu necha pul bo'ldi? Bo'g'oz desaysiz. 23 million 500 ming so'm 3 oylik bo'g'oz. Sigirni onojinni guli xudo xolasa. Ha. Necha pulga qayerdingiz buni? 28 bo'ldi aka. Suti nechta? Sutimi? Suti 7 dan 8 ta bor. 7-8 ta 28 million so'm. Balachasi? Gap yo'q. O'kischa. Bu necha pul bo'ldi? 11 million yonojincha olib ketyaptilar xudo xolasa. Mol qilishga aka bu. Ha, mol qilishga qarang. Buni adresi ham ana. Tamom sog'lomligi ham javob. Bo'ldi. Tasirg'anli mol. Barakasini bersin. Akajon necha pulga qayerdingiz buni? Aka necha pul bo'ldi bu? 16 millionga olib ketyaptilar bu boqma ho'kischa. O'spirin mol ko'chat mol. Ko'raverasizlar arqonlari bilan. Zo'r qo'chqor ekan, shuni bilib beraman sizlarga. Aka bu necha pul bo'ldi? 5 milliondan qaytib ketyaptilar hali ikkala vaqtli. Bozor mol ko'p tushgan, bir ikkita savdo bo'lmagan bo'lsa, zerikib nahvoy ketaman deganlar. Bu qo'chqormi bu? Sog'liq ekan bu, qo'chqorchada o'tiribman buni. Akajon necha pul ketdi bu? 25 millionga mana shu ho'kiz ketyapti. Odam semiz ekan lekin. Yo'q. Aka bu necha pul bo'ldi sifatcha? 22 bu. Oldingizmi, sotdingizmi? Oldik. 22 millionga olibdilar aka. Sifatga e'tibor beraverasizlar. Aka necha pul ketdi ana shu? Qo'zisini ayting. Aka biriga 93. Biriga 9 million 300 ming so'm. Qo'chqorcha aytasiz akajon. 5,5 million. 5,5 million so'm qo'chqorcha. Qurollar yaqin narxdan olam bilib olinglar o'zlari uchun. Sigir necha pulga ketdi? 37 million so'm deyaptilar. Suti nechta ekan? Suti 15 ta. 15 ta suti bor 37 million Sov oldi, so'm. 15 ta sov oldi. Bunojincham balas. Yigit tashog'i bor. Qo'chqorcha ekan. Tashog'i bor, tashog'i. Sotdingizmi? Oldik biz. Ha, oldilar.
Yana bitta ona bola sigirchi. Aka buni nechi pulga oldingiz? 25. 21. Arzoncha keladi. 21 pul yengillardan so'ragan ko'kkalarimiz. Aka puli qanday bo'lgan bular? Puli nechi bo'lgan buni? 26 ya. 26 million 500 ming. 10 milyondan, 10 milyon. Bir joyga 10 milliondan. 11 ham bor bitta. Qaysi biri 11? Ha, o'rtada sari o chekida 86. Qolgan 10 dan. Hammasi har xil bo'libdi-da. Bu 86. Nechi pul bo'ldi akajon? 27. Suti bormi? Nechta? 5 litr suti bor 23 million 700 ming so'm balachasi bilan o'zinchi. Keyingisi xudo xolasa biza aka urg'ovchimi? Nech pul? Nech puldan? 5,5 dan qaytib ketyapti. Bugun juda ko'p mol qaytyapti. Hali ittalab lekin. Qo'zichani hech pul qayerda-chi? Olganingizni ayting-da. Buni ish bo'libdi. Puli nechi pul bo'libdi buni? 26. 26 balachasi ho'kizchi. Tez odamlar shoshilinch bo'lyapti. To'liq ma'lumotlarni so'ra olganim yo'q. Keyingi hisob olasiz, qononchi. Aka buni pulini aytib ketasiz. 12 million 600 ming so'm akam olib turgan o'zincha. Qizilcha nechi pul bo'ldi? 13 million bo'libdi bu. Bo'ldi akajonim. 16 million so'm ho'kiz chopib ketyaptilar. Buni ish puli bo'ldi. 18,5. Bozmas. Necha oylik? 7 oylik boz 18 million 500 ming so'm baraka bo'lgan. Aka nima edi bu Angus desaydingiz? Nechta? Nech pul? 19 million qayerib ketyaptilar. G'onojinchon. Aka buni pulini ayting. 28. Nechta suti? Kam sutli 28 million so'm. Suti noma'lum. Birinchi tug'ishi yosh molcha lekin. Necha pul bo'ldi akajonim? 23. 23 million 500 ming suti bormi? 23 million 500 ming so'm 8 litr sutiga O, 8 litr suti bilan 23 million 500 ming so'm ketibdi. Necha dedi? Cho'kalarimiz. Azor qo'ring. Aka necha pul bo'lgan? 4,5 tarozi. 64 ming 500 so'mdan taroziga ketibdi mana istaymiz ho'kiz. Xolajon necha pul bo'ldi? 11 million 500 ming so'm xolam olibdilar. Aka Gashtaylar pul olibdilar. Necha pul bo'libdi bu aka? Bozmas. 13 million 900 ming so'mga mol qilishga olibdilar akim. Qo'zichalar kelyapti, xudo xolasa. Akajon necha pulga qayersiz qo'zichalar? 44. 4 million 400 ming so'm. Qo'rshan pulni eshitmadingizmi? 5 million 300 ming so'm mana shu qo'chqorcha baraka bo'libdi. Dumman zo'r ekan, ha? Sifat zo'r ekan gap bu. Necha bo'ldi? Bu necha bo'ldi? 3 million 100 ming so'm mana shu. Urg'ochimi? Qo'chqorcha 3 million 100 ming so'm. Arzoncha akam necha pulga sotdingiz? 18. 13 million 800 ming so'mga beribdilar. Aka bu ho'kiz necha pul bo'libdi? 25 7 semiz ho'kiz, bo'yni ham zo'r ekan, suyaymaydi, juda go'shtdor mol. Bu necha bo'ldi? Necha bo'ldi? 12 million 700. 12 million 700 ga mol qilishga olib ketyaptilar, xudo xolasa. Keyingisi, aka necha bo'ldi bu? 16 million 500 ming so'm sigir. Boz bo'lish ehtimoli bor. Pulini aytasiz akajon. Puli. 27 yarim. Mana shu ona bola 27 million 500 ming so'm. Ha, bu G'ulomjon 13 million 500 ming bo'lgan. Narki ona bola sigir 27 million 500 ming so'm bo'lgan. Mana bu 27 million 500 suti nechta? Sut 8 ta. 8 ta suti bor ekan. Yemga qarab. Yemish. Barakasini bersin. Bugun Qaytdi aka. hali vaqtli emasmi qaytarish? Qaytib ketyapti ekan sigir. Mol ko'p. Bir ikkita molada savdo bo'lmagan.
Akam bu qopni olib chiqaman deganlarmi, boshqa sotaman deganlar. Aka puli qanday bo'lgan sifatchan? Nechi pulga olasiz bojo? 24 millionga olib ketyaptilar. Ko'chat mol 24 million so'm. Akajon nechi pul bo'ldi bu? 13 millionga olib ketyaptilar ko'chatchan. Uzoq vaqt tashib qo'yadilar, xudo xolasa. Akajon puli qanday bo'ldi buni? 17 million so'mga olib ketyaptilar, boqma ho'kizcha. Nechi pul bo'pti bu? 11.800 ga bo'pti. Aka bu ho'kiz nechi pul baraka bo'ldi? 24 million 500 ming so'm mana shu ho'kizcha baraka bo'pti. Qarasi. Mana mol zo'ri. Qani? Yakkami? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz 15 million 500 ming so'm. Bor. Aka pulini aytmasangiz bo'lmaydi. 26 million. Dadalar. Lekin ishonishim qiyin bo'ldi shu narsaga, to'g'risi. Aka bu nechi pul bo'pti? 13 millionga olib ketyaptilar. Bu nechi pul bo'ldi? 10 million 800. Qancha bir xil mollar. Bittasi 13, bittasi 10 million 800. O'zlari uchun qaror chiqarib olaverasizlar ko'kkalar. Aka bu ona balami? Yo'q, aka. Nechi pul bo'ldi? 11 bo'ldi. 11 millionga sifatli munosibchi. Sigir nechi pul bo'ldi? 13. 13 million so'm. Suti bormi bular? Nechta? Nechi pul bo'pti bu bilmasizmi? Sigirimiz ona aka.